Cobalt avtomobiliga 390 mingga avtozapus hamda kruz kontrollarini o'rnatib berishni amalga oshiramiz. Bunda programma обученияsi ham o'z ichiga oladi. Knopkalarni ko'rsangiz bo'ladi, podsetkasi bilan original knopkalar o'rnatiladi. Agar sizda Cobalt, Spark, Equinox avtomat bo'ladigan bo'lsa, pultni samozavodiyachi qilish 50 ming so'mga amalga oshirib beradi. Mexanika bo'ladigan bo'lsa, mexanikani ham qo'limizdan keladi, alohida narx qiymati evaziga amalga oshiramiz. Cobalt, Gentra, Nexus 3 hamda Spark avtomobillariga garantiyali NZK svechalarni qo'ydirib, zaslonkani tozalatish zaminasi bilan birga svechani 220 ming so'mga amalga oshiradi. Agarda siz o'zingiz bilan svecha olib keladigan bo'lsangiz, zaslonka tozalash, zamina svecha обученияsi bilan birgalikda 80 ming so'mga amalga oshiramiz. Agar Onyx Monzaga yaxshi kafolat beriladigan platadan avtozapus qilish bor yo'g'i 280 ming so'mga qilib beramiz. Nexus 3, Gentra, Spark, Cobalt avtomobil rusumlariga korobka motor programma, gaz ekonom benzinga 100 ming so'mga qilib beramiz. Bundan tashqari, agarda ushbu avtomobil rusumlariga sport programma kerak bo'ladigan bo'lsa, 200 ming so'm hisobiga qilib beramiz. Mexanik avtomobillarga ham xuddi shu narsani qilib beramiz. Yuqorida sanab o'tilgan xizmatlardan foydalangan mijozlarga kompyuter diagnostika tekin bo'ladi.